Shayxontohur tumani o'zimizning Ko'kcha mahallada joylashgan 1.6 sotixli 5 xonali uchastkamiz sotuvga qo'yildi. Uyimizga kirishdan oldin birinchi hovlimizni ko'rsataman, keyin sizlar bilan uyimizga kiramiz. Bitta mashina bemalol sig'adi. Yozda tapchan qo'yishga mana joyimiz bor. Zeleniy zonasiga ega. Sizlar bilan endi asosiy binoga kiramiz. Bismillah deb binoyimizga kirar ekanmiz. Kattagina ho'l qismimizni ko'rib turibsiz. Uyimizda to'pli pol o'rnatilgan. Endi sizlar bilan oshxonaga kiramiz. Mebel texnikalari ham tayyor. Birinchi etash uchun alohida sanuzul hojatxonamiz bor. Eshikdan kirganimizda to'g'rida kattagina mehmonxonamizni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda shunaqa ho'l qismini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi etash uchun alohida sanuzul hojatxonamiz. Bu yoqda bitta kattalar yotoqxonasi, bu yoqda bitta bolalar xonasi. Keyingi kattalari yotoqxonasida o'zining sanuzul hojatxonasi ham bor. Eng oxirgi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Pastki qavatga, ya'ni podvalga tushar ekanmiz, kattagina shunaqa jiloy xonamizni ko'rishingiz mumkin. Binoyimizning umumiy maydoni 250 kvadrat metr. Bu yog'i Ko'kcha masjid, bu yog'i Archa ko'cha, bu yog'i Nurafshon ko'cha. Shu ko'rib turgan uchastkalarni shahar markazidan kvartiraga, barterga gaplashsanglar ham bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, 172 ming so'rayaptilar. Yana tepasida azgina kelishtirib beriladigan joy bor. Arzon uy-joy yerlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.